Bu oddiy lag'mon emas, rang-barang ismaloqdan lag'monchik. To'g'ri aytdingiz. Bu yangilik. Foydali, mazali, ko'zni quvnatayotgan lag'monchik tayyorlaymiz. Ismaloqlarni chopperdan o'tkazib, suvini sitidan o'tkazib olamiz. 2 dona tuxum. O'rtacha qattiqlikda xamir tayyorlab olamiz. Tayyor xamirimizga 5-10 minutga dam berib qo'yamiz. Mazali qaylasini tayyorlaymiz endi. Go'shtni qizartirib qovurib olamiz. Piyoz, kartoshka, sabzi, bolgarskiy, pomidor, ziravorlar, 1 qoshiq tomat sos olamiz. Bir qaynatgan olovda xamirlarni yoyishni boshlaymiz endi. Asosiy siri xamiri yoyib olgandan keyin un sepib 5-10 minutga xonaga qoldiramiz, xamir ozgina qotish uchun. Endi lag'monchiklarni kesishni boshlaymiz. Tuz solingan qaynab turgan suvga lag'monchiklarni pishirishni boshlaymiz. 7 minutda pishib chiqadi. Uyda hidi bilinib qoladi-ku degan qizlar, ishonavering, hidi umuman bilinmaydi. Albatta tayyorlab ko'ring. Oila a'zolaringizni xursand qiling.